Xo'sh. Nimalarimiz qolgan sizlar? Bilmadim, biroz. Nima qoldi-ki? To'g'rilardagi omlet deganmi? Omlet bor aka. Nimadir kamida böyle. Ha, biroz blinchik bor kerak-da. Rasm yetarli ekan. Naq bitta qopni o'zi ham. Ha, bor deydi janob yarim. Yo, omlet dedim men. Yo, nimani? Blinchik. Rosa bitta qopdi. Ha, ikkita. Eng kichik o'g'il, ukam o'g'illi bo'ldi. Ye, ana bo'lmasam. Qulluq bo'lsin degan. Malades. Bugunmi? Ha, hozir mana telefon qilib. Radni ukangizmi? Ha, eng kichkinasi. Malades. Zo'r Qanday nedimi? Ha. Bugun odamlar rahmatning tug'ilgan kunlari edi. Yo'q, uni qarang, to'g'ri kelgani qarang. Ha. Mana bugun bayram ekan, bo'lmasa ham. Boya o'tirdim, o'ylab, nima qilib, tako'y. Kutilayotgandimi o'zi mana shu kunlarda? Ha, o'zi kutib yuruvdi-da, o'zi 3 kun oldin tug'ish kerak edi. Yo'qki, tug'ilmasdan nima qildi? 30mi bugun? Bugun 30 ha. 30-mart odamlar rahmatning tug'ilgan kunlari edi. Umr bilan bergan bo'lsin. Bizga ham Rahmat ekan. Voy, bo'lsa sanga. Ha, boshqa jashshini bilan qolib o'tirgandim, hozir quloqqa telefon qildi. Voy, o'ziga sig'mayapti. Malades, bo'ldi, rahmat. Malades dey. Qanday baxt. Bugun to'panasizlarmi endi? Ha, Mana shu. shunaqa qilamiz. Hozir nimaga aytdim? Ishga bor dedim. Qarang,